Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nimaga ijtimoiy tarmoqlarda odamlar Prezident Shavkat Mirziyoyevga deb murojaat qilishadi? Buni sababi oddiy. Chunki odamlar prezidentdan boshqa hammani poraxo'r deb o'ylaydi. Nega deysizmi? Ishlar hech qanday bahonasiz cho'zilayotganda, ekspertiza natijalari rad etilayotgan bir paytda, yolg'onda kam guvohlar ko'payganda, pul uchun tug'ilib qoladigan guvohlar ko'payganda, sudlar cho'zilaverganidan, hech ish oldiga yurmayotganidan odamlar prezidentdan boshqa odamning hammasini poraxo'r deb o'ylaydi va odamlar faqat prezidentga ishonadi. Shuning uchun ham bugungi kunda fuqarolarimizning hammasi ijtimoiy tarmoqlarda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, bizning murojaatimiz bor, mana shunday muammoimiz bor deb to'g'ridan to'g'ri Prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga murojaat qiladi. Bir boshdan quyi palatalardan, quyi organlardan murojaat qilishni xohlashmaydi, chunki ularga ishonib tishlari singan va endi ularga ishonishmaydi va to'g'ridan to'g'ri Prezident Shavkat Mirziyoyevga ishonishadi. Bugungi murojaatimiz ham xuddi shunday. Farg'ona viloyati Furqat tumani Chirkay mahalla fuqarolaridan ushbu murojaat ham Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga yaxshiyam prezident bor, odamlar ishonadigan. Prezidentimizdan iltimos qolardik, odamlarimizni mana shu ishonchlarini sindirib qo'ymasliklarini. Murojaatga quloq solamiz, davom etamiz. Video murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga. Men Furqat tumani, Farg'ona viloyati Furqat tumanida 1976 yilda 3-sentyabrda Chirkay qishlog'ida tug'ilganman. 1996 yili Furqat tumani Begobod qishlog'iga kelin bo'lib tushganman. O'sha joyda 2 nafar farzandim bor. 1997 yilda tug'ilgan Ro'zmat Kozimjon, 2000 yilda tug'ilgan Ro'zmat va Durdonaxon ismli farzandlarim bor edi. Xo'jayinim zaksda keyin qilamiz deb 30 yil davomida aldab keldi. 1921 yili 1-noyabrda farzandim Kozimjon avtohalokatda vafot etdi. Shundan keyin Ro'zmatov Komiljon xo'jayinim uyda bo'shat, men uylanaman deb o'sha o'g'limni xudoyisi kuni uydagilarga olib ketinglar buni deb aytdi. Shundan keyin janjallar bo'lardi. Xullas keyin meni oxiri ko'chaga haydab bordi. O'sha yerda men dadam bilan o'zimni uyimda o'sha o'g'lim bilan g'ish quyib, loy quyib qilgan uylarimiz hammasi hech qaysini bermayman, haqqing yo'q deb hozir ko'chaga haydab borgan. Endi uyimda Chirkay qishlog'ida ukamni qaramog'ida o'tiribman. Uni ham o'zining ro'zg'ori bor, bola chaqasi bor, uylaydigan o'g'illari bor. O'shanga sudlarga berdim, sudlar ham olib berilmadi uyimda. Endi kecha yana 26-kuni sud bo'lgan, u ham yana qoldirildi. 8-ga yana qoldirildi. Xullas meni hech qayerda murojaatim inobatsiz qolyapti. Men hozir shu 50 ga kirganimda, shu yoshimda ko'chada qoldim. Shunga Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Sizni hozir biz hujjatlaringiz bilan tanishib chiqqan mahalda sud ekspertizasi degan narsa bor. Ya'ni siz uyingizga borib, o'sha meni uyim shu deb, ya'ni xo'jayingiz uylangan, uylanganidan keyin turmush o'rtog'ingiz uyiga borgansiz va yangi o'sha ayolini narsalarini olib chiqib, uyingizga ichiga kirib, ichingizdan qulab olgansiz. Va shunda eringiz militsiya xodimlarini chaqirgan va qizingizni kelishini kutmasdan, qizingiz yo'llaman deyishiga qaramasdan, eshikni sindirib kirib, qo'lingizni qayirib, bosh qismingizga urganligi haqida da'voni qilgansiz. Va ushbu da'vo hech qanday natija bermagan, ya'ni o'sha mahalla-ko'y, o'sha qarindosh urug'larda eringiz tomonidan bo'lgan odamlarning hammasi buni hech kim urmagan degan yozma ravishda bayonot berishgan, lekin sizning qo'lingizda Qo'qon shahridan o'tkazilgan ekspertiza qog'ozida haqiqatdan ham bosh miya chanog'ingizga shikast yetganligi va uni yorilganligi haqidagi qog'oz mavjud.
va shuni ham inobatga olinmagan sudlarda. Yo'q. Shu paytgacha necha marta sud bo'ldi? 3 marta prokuraturaga advokat tomonidan yozib, o'sha advokat bo'lmasa ko'rib chiqmaydi demasin yana deb advokatga borib yozdirib kelib 3 marta murojaat qildim. O'sha bosh suyagimni yorib qo'ydi. Melisa bilan birga ikkalasi eshitib buzib kirdi deb 3 marta murojaat qildim. Uchalasida ham sizni hech kim urgan yo'q ekan degan xat javob keldi. Sud ekspertizasi sudlar davomida shu sizni boshingizga yetkazilgan tan jarohatini hech qanday yo'q, siz inobatga olinmagan, inobatga olmadi, hech qanday bitta qonun qoida buzilgan yo'q degan javob keldi. Xo'p, shu paytgacha siz 3 marta sudga murojaat qildingiz. Necha marta sud bo'ldi keyin? Prokuraturaga murojaat qilganingizdan keyin prokuraturaga murojaat qildim. Bu hozir nechanchi sudga borasiz? 8-kuni? Bu uyga kirgizish haqidagi sudni 5-mi 6-mi shu marotaba boryapmiz, lekin yana suryapti-da. Uyga kirgizdirish. Bilishimcha, sizni uyingizni siz turmush o'rtog'ingiz bilan uyingizdan kerak bo'lsa, yog'och materiallarini olib kelib, birga g'isht quyib, birga qo'ygansizlar. Noldan qurgansizlar. Birgalikda qilgansizlar. Va hozirgi kunda bu uyda seni haqqing yo'q deb turmush o'rtog'ingiz 50 ga kirgan chog'ingizda 30 yillik turmushiga tupurib qo'yib, yangi xotinchasi bilan yashayapti. Xo'p, endi yana bitta savol. Bu yoqda bo'ladigan sud jarayonlari necha soatdan davom etyapti? Sudlar ochiq bo'lyaptimi? Yo'q, juda bo'lsa yarim soatga yetib boryapti, bo'lmasa yo'q. Sudlar yarim. Uncha gapirgani ham qo'ymayapti, biz gapirmayapmiz. Demak shunday bo'lyapti. Turmush o'rtog'ingiz tomonidan sizga bo'layotgan ta'zyiqlar haqida bizga aytgansiz. Ya'ni o'sha urayotgani, o'ldiraman deb do'q-do'q qilsa qilgani, shular haqida qisqacha aytib bersangiz. Turmush o'rtog'ingizni ichayotganligi haqida biz surishtirdik mahalladan. Haqiqatan ham turmush o'rtog'ingiz topganini ichadigan toifaga kirar ekan. Shunaqa 102 kunda 102 qilaman. 3 yil mana shu o'g'lim o'tgandan beri har kuni murojaat qilaman 102 ga. 102 degilar ham shu tanib qolgan, familiyamni biladi. Turdimatvaman deyman. Qo'ymayapti deyman. Zo'rg'a eshikni ichidan quplamasam, u odam meni o'ldirib qo'yishi ham aniq. O'shaning uchun eshikni ichidan quplab kun ko'raman. Ichadi, ichib to'palang qiladi. Qochib uyga kirib eshikni ichidan bekitib qolaman. Bo'lmasam u o'ldirib ham qo'yadi. Hozir yana bizga bitta narsa ajablanarli tuyulyapti. Turmush o'rtog'ingizni shuncha ichishlariga qaramasdan sizni kundoshingiz, ya'ni turmush o'rtog'ingizni ikkinchi ayoli qanday yashayotgan bo'lishi mumkin? Unisini bilmadim. 30 yil davomida bu odam ichib kelgan. O'sha o'g'lim bor vaqtida ham o'g'limni ham uyda bo'shatib ko'chaga haydab, inangda olib chiqib ketasan, men uylanaman deb o'shanda ham janjallar har kuni bo'lardi. Demak, men tushuncham bo'yicha ikkinchi marta ro'zg'or qilish avvaldan u kishini planlarida bo'lgan. Bo'lsa kerak. Hozir murojaatingizdan maqsad, hozirgi, ya'ni bugungi murojaatingizdan maqsad O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichdan Oliy suddan siz o'z haq-huquqingizni talab qilyapsiz. Ya'ni o'sha uydan o'z haqqingizni ajratib berishlarini so'rayapsiz. Qolaversa 30 yil mobaynida eringizni zaksdan o'tamiz deb ana-mana deb surib kelgan yolg'onlarga hech qanday nimangiz yo'q. Faqatgina hozirgi kunda siz faqatgina halovat so'rayapsiz va o'sha uydan o'z ulushingizni so'rayapsiz xolos. Boshqa hech qanday da'voingiz yo'q. Turmush o'rtog'ingizdan ham, uni ayolidan ham hech qanday da'voingiz yo'q. Keyin yana bitta narsaga biz oydinlik kirib ketishimiz kerak. Sizni boshingizga urgan ichki ishlar xodimi hali ham ishlayaptimi? Ishlayapti. Joyida ishlayapti. U shunaqa nimaga eshitib buzib billa kirdingda, men faqat senga ichki ishlarga ishonib turdim. Chunki tashqarida erimni qarindosh urug'i, opasi, akalari bor edi. Men shu Melisaga ishonib turdim. Sen nimaga erim bilan kirib, men ishongan odam sen bo'lib turib, sen o'sha erimni urushiga yo'l qo'yding, keyin o'zi ham o'sha qo'limni qayirib devorga boshimni urdi. Keyin men shunaqa qilding, yozaman ustingdan desam, men qonunda ichidaman. Xolagan yo'lim bilan chiqib ketaman. Xolagan joyingizga murojaat qilavering dedi. Haqiqatan 3-4 marta murojaat qildim. U o'sha Melisa 5-10 kishiga
biz urganimiz yo'q degan qog'oz olib borib bergan ekan. Shunga hamma ishongan. Ekspertiza qog'ozdan bitta hech qanaqa hech kim ko'rmayapti ham. Inobatga olmadi o'sha arizalarni ham. Arizalarni inobatga olmadi. Xo'p. Endi siz gapni indallosi hozirgi kunda, demak 8-kuni Furqat O'zbekiston tumani fuqarolik sudida sud bo'ladi va o'sha kuni siz oxirgi marta sudga borasiz, xudo xolasa. Endi suddan sizni taxminiy munosabatingiz qanday bo'lyapti? Endi kecha borganimizda sudda o'sha Ro'zmatov Komiljonda advokati aytayaptiki, seni erta haqqing yo'q, nimaga sudga berasan? Biz shuni tekshiramiz deb to'xtatgizib qo'ydi sudni. Keyin o'sha sudda olib boradigan advokat bizda ham yetarlicha dokument bor, dalil isbotlar bor, mayli tekshirib chiqaring dedi, shu bilan qoldirildi. Xo'p, shu paytgacha sizni haq-huquqingiz bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyat Furqat tumani Xotin-qizlar qo'mitasi munosabat bildirdimi? Xotin-qizlarga ham murojaat qilganman. Xotin-qizlar bir kun aytgan kunim, ha, bo'pti qilamiz deb hokimga uchraganimda ham bo'pti qilamiz. Shu bilan qaytib men telefon qilsam, men bu yerda yo'qman, Farg'onadaman dedi, shu bilan ko'rilmadi. Keyin Farg'onaga xotin-qizlarga ham murojaat qilganman. Ular keldi. Kelib o'sha xo'jayinni chaqirib, nimaga bunaqa bo'lyapti? Unaqa qilmasdan shu o'tirishga haqqi bor yerda desa ham, ularga ham quloq solmadi xo'jayinim. Yo'q, bu chiqib ketish kerak, men uylanishim kerak dedi ularga ham. Shu bilan keyin ular ham boshqa qaytib shug'ullanmadi. O'zimizning xotin-qizlar ham bir marta uchrashganimizcha qaytib uchrashmadi. Turmush o'rtog'ingiz bilan 30 yil turmush mobaynida siz 2 ta farzand ko'rdingiz, bir o'g'il, bir qiz. Qizingizni turmushga uzatdingiz, o'g'lingiz avtohalokat tufayli halok bo'ldi. Va mana shu orada va mana shu 30 yillik turmush mobaynida nima sababdan eringizni sizni uydan haydayapti deb o'ylaysiz? Bilmayman, men endi bolalarim bor uchun, o'g'lim bor, uylasam bola chaqani bo'ladi, yashaydi, bu har doimgi ichib to'palang qilishadi deb o'ylaganman, undan boshqa narsa o'ylamagan. Xo'p, biz sizni Navbahor Yaypan yo'nalishida Damas mashinasi minganingizdan xabarimiz bor. Tirikchilik uchun Damas mashinasini haydasa, mashina hayday olasiz. Pravangiz bor. Ha, tirikchilik uchun erkaklar orasida mashina mingansiz, qoyil qolish kerak. Gapning indallosi, demak siz o'z uyingizdan 30 yillik ro'zg'or qilib, o'sha yerga g'isht qo'yib, terak toshib, bunyod qilgan uyingizdan o'z haqqingizni so'rayapsiz. Xo'p, nimaga endi shu o'rinda bir savol tuyuladi? Nima sababdan mahalla fuqarolar yig'ini, ya'ni sizni raisingiz shu paytgacha sizni nikohsiz o'sha yerda yashab kelayotganligingizga munosabat bildirmagan? Hech kim munosabat bildirmagan. Urush janjallar bo'lsa ham, o'shalar kelib aralashsa ham men bormayman deb turib oladi-da. Meni majburlab olib borasizlar, zaks qilmayman deb turib olgan. Endi o'shanda ham men bolalarim bor, o'g'limda uylayman deb turdim. Ertanda sovchilikka chiqsam uylayman, endi bormasa olib bora olmaymiz, majbur qilib. Endi shunaqa ekanda hayot deb yashab, ko'nikib yashab ketaverdim. Hozirda siz 50 yoshingizda o'z qizlik uyingizda ukangizni qarmoqda o'tiribsiz. Nafaqa olmaysiz? Yo'q. Hech qanday pensiya jamg'armasida turmaysiz. Ayollar daftarida turasizmi? Men ham bilmayman hozir ayollar daftariga. Umuman olganda mahalla yettiligi degan narsa bor. Mahalla yettiligida har bir ayol ishsizlar daftari bo'ladi, ayollar daftari bo'ladi, nogironlar daftari bo'ladi. Ijtimoiy resurs, ya'ni ijtimoiy daftarlarda masalan o'sha tutiladi. Yoshlar daftari bor, pensionerlar daftari bor. Birortasida borligingiz haqida ma'lumot bormi sizda? Nimada Begovatda bor edi, 3.5 Begovatda 30 yildan beri 3.5 Begovatdaligi uchun o'sha yerda bor edi. Endi undan keyin bu yerda surishtirganim yo'q. O'sha yerda bor edi. Keyin men o'sha xo'jayinim ketdi, o'sha katta mollarni urib, ular holatiga keltirib qo'yib, o'zimni ham uraman degan uchun uydan chiqib keldim, jonimdan qochib chiqib kelganman. O'shaning uchun
Siz tirikchilik uchun minayotgan Damas mashinangizni sotib ikkita mol olgansiz, bizga aytib bergan bo'lishingiz va siz olgan mollarni ham xo'jayiningiz urib o'rnidan tura olmaydigan kigiziga o'ltirib arzimagan pulga berib yuborganda 12 millionga olgan molingizni urib yotqizib tura olmaydigan qilib qo'ygandan keyin qassob kelib 2 million so'mga olib ketgan ular holatdagi molni. Hurmatli kuzatuvchilar, huquqshunoslar, obunachilar, mana bizni bor savollarimiz shundan iborat. Opamizni biz hujjatlarni sizga o'sha taqdim qilamiz. Ya'ni bu ushbu videoni tag ostiga har bittasini rasmga olib tashlab qo'yaman. O'z munosabatingizni bildirasiz. Biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan, Furqat tumani Xotin-qizlar qo'mitasidan ushbu holatga yetib kelgunga qadar hech vaqoga qo'l urmaganligi uchun ulardan rasmiy munosabat kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.